Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Budjetniy Tigo 7 Pro avtomobilni so'ragan mijozlarimiz uchun особый такой video obzor qilib beramiz. Cherryada emaslar, Qarshi avtosalonidan. Xo'p, 1.5 turbina dvigateli bilan jihozlangan bo'ladi. Tigo 7 Pro'ning birinchi pozitsiyasi, ya'ni basic varianti, luxury pozitsiyasi deyiladi. Hozirgi kundagi tan narxi 311 million 900 ming so'm tashkil etadi. Narx yoki avtokredit yo'nalishiga xarid qiladigan bo'lsangiz 286 million 900 ming so'm. Ushbu avtomobilni ko'pchilik xalqimiz o'sha bilib qoldi, juda ham yaxshi taniydi. O'rtacha 8 litr shahar ichidagi rasxodi Danliyada 5 litrni tashkil etadi. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalari ham bor. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, narx 147 ta. 18 diska ballonlarda bo'ladi. 60 podyomli, o'zini ballonlari bor. Almashtirmasangiz ham bo'ladi. O'ziniki ham plus minus mягкий. Xo'p, mashinada albatta beskluchovoy dostуп bo'ladi. Undan tashqari ekokojadan jihozlangan mana bu torpedkalari bo'ladimi? Bu yoq eshikda obshivkalarigacha yumshoq rezindan qilingan, oddiy plastik emas, juda ham sifatli ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mashinamizni ichki salondagi qulayliklarga keladigan bo'lsak, albatta multirol, rul qisish tizimlari, голосовой помощник deysizmi, bu yoqda cruise control nazoratlari. Rulimizda o'zi ham oddiy gidravlika emas, elektron усилительный bo'ladi. Ya'ni juda ham upravleniyaga maza qilasiz, juda ham yengil rul. 4 xil joyga borib keladi va oldingizga ham, orqaga ham qaytadi. Rulda o'zi ham regirovka bo'ladi va albatta sidenka regirovkalari ham 6 xil yo'nalishlarda bo'ladi. O'zingizga bemalol moslab olib, maza qilib haydaysiz. Laboygacha spiral qo'yilgan bo'ladi, qishki kunda parlanib qolmasligi uchun. Va albatta juda ham chiroyli va o'zgacha bo'lgan splashnoy displeylarimiz ham bor. Bemalol maza qilib foydalanasiz. YouTube deysizmi, boshqa deysizmi, bemalol ko'rib ketaverasiz, umuman muammosi yo'q. Bu yoqda sensorli panel elektronniy bo'ladi, 9 zonli klimat kontrol. Ya'ni bir tarafini yaxlatib, bir tarafini isib qo'yish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Kondisioner pechka deymiz-ku o'zimiz, o'shani navrochenniy variantlar, 9 zonli klimat kontrolga ega ushbu avtomobil. Skor suradigan rechaklarga ham e'tibor berasiz. Juda ham bir texnologik yangi ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana oldinga, orqaga va pan ustiga bossangiz parkovka bo'ladi. Ruchnoy tormoz knopkada albatta va avtohold rejimi ham mavjud. Ekonom, sport rejim deysizmi, avtospust deysizmi, hamma funksiyalar ushbu avtomobilda mujassam. Albatta podstakanniklar juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana ko'rsangiz bo'ladi, podstakanniklarning joylari bu yoqda xalvinnikgacha bor. Avtomobilimizning orqa komfortlariga keladigan bo'lsak, gabarit aytib o'tishim kerak, juda ham keng. 3 kishi bemalol ketadi, uzoq yo'lda ham charchatmaydi. Eng muhimi do'stlar, orqasi otmaydi ushbu avtomobilni. Juda ham maza. Orqada deflektorlar ham qo'yilgan bo'ladi. Podogrev sidenye 4 ta sidenkada ham mavjud. Undan tashqari podzaryadka uchun port ham qoldirilgan, bemalol zaryadlab ketaversangiz ham bo'ladi. Orqada ham hamma komfortlari bor. Xo'p, orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, splashnoy mana ko'rib turishingiz mumkin, faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari o'zini заводской spoilerlari ham bor. Orqa partronik datchiklari va 90 gradus kamera. Ходовой sistemasiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik buni konkurentlari balchiniy bo'ladi, ya'ni bittalik. Uniki polunizavistmi, ya'ni orqasi otmaydi. Maza qilib yurasiz, katta oilaviy crossover. Ushbu avtomobilni sotib olish shartlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi tan narxi 311 million 900 ming so'm tashkil etadi. Narx yoki avtokredit yo'nalishlarida xarid qiladigan mijozlar uchun 25 million so'm foyda ham mavjud. Ya'ni 286 million 900 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari ushbu avtomobilimizga 1 yildan 4 yil muddatgacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Agarda avtokredit yo'nalishiga xarid qiladigan bo'lsangiz, minimum necha foizdan deb so'rayotgan mijozlarimiz uchun minimum 4%, 5% dan boshlanadi 25% gacha. Aziz do'stlar, oq, qora va boshqa ranglarda nalichida mavjud. Undan tashqari test drive'ga ham avtomashinalarimiz mavjud. Bemalol kelib, bepul test drive, ya'ni haydab ko'rgan, sinab ko'rgan holatda bir kun o'zida o'zingiz xohlagan, o'zingiz orzingizdagi mashinani xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hammangizni Cherryada emaslar, Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.